Kelar Damas 3 ta ko'pchilik obzorini ko'rgan yo'q, men sizlarga Damas 4 ta obzorini qilib beraman hozir. Endi olib kelingda kamerani. Ichi shopir bilan 9 kishilik bo'ladi. B kategoriyada haydasiz bo'ladi. Bundan tashqari orqaga konditsionerlari deysizmi, pastaganiklar, zaryadchiklar, hamma qulayligi bor. Pollarni ham qarang, linolom qilib qo'yilgan. Masna mashina hali hech kim obzorini qilmagan. Orqasiga o'tadigan bo'lsa, orqasi bagaji ham juda katta qilib ishlangan. Bagajni ham qarang. Yana 2 kishi jiyani shetga siqib ketsa bo'laveradi. Metan ham propan ham ustonovka qilib. Motori bor-ku, hamma 1.5 deyapti. Motori 1.8 deb bo'ladi. Undan tashqari shopirning nimasini ko'ring. Keninglarini qarang, monitorlari deysizmi, konditsionerlari deysizmi, bular elektronika. Nima deyapti bu mashina? Albatta bu Damas 4 emas, Damas 3 ham emas, bu bilganlaringiz Jag M3. Hozirgi kunda O'zbekistonda minivellar bo'yicha eng zo'ri bo'lib turibdi. O'zini pulida stoyid hamda narxi o'ta arzon. Hozirgi kunda O'zbekiston bozorida yaxshi ketib sotilayotgan, sifatli, hamyonbop hamda o'zimizni shopirlar sinab, har xil ko'yga solib mini yurgan mashinalardan bittasi. 400 ming, 500 ming yurganlari bor. Rossiyagacha qatnashyapti. Rossiya qatnaydiganlar gruppasiga kirib, qaranglar, bir 70-80% mana shu jakda qatnayapti. Tomlariga bagajlar qo'yib olib, bemalol Rossiyagacha bosishyapti. Bu eng lyuks varianti, qatdan bilamizlar, diskalari 8 diskada bo'ladi. Va katta kolичествоda olib kelib qo'yganmiz. Ranglari bor, qora ranglari ham bor. Ulgumayapti, ichkarida mana stanoylari turibdi. Mashina juda serob narsa. Bu kichkina qiladi liniyamizga. Kattaroq deganlarga ham bunaqa kattasini ham olib kelib qo'yganmiz. Sprinterga o'xshaydigan Jak Sunray. Kuniga bir eng kam $100 topaveradi. Indamay. Telefon qilsangiz hisoblab ham beraveraman qanaqa topishini. Liniyada shopirlardan so'rasangiz ham o'zlari aytadi. Albatta ko'rib turgan bo'lsangiz, yozib keting shopirlar, qancha pul topyapsiz. Bu mashinamizni shu qisqacha obzorini qildik. Juda ko'pchilik biladi o'zi, obzorlarni ko'rgan. Albatta sizga mashina qiziq bo'lsa, pastki nomerga aloqaga chiqinglar. Naqdga ham, persinaga ham, rassrochkaga ham beramiz, hattoki bor-ku. 1 yillik rassrochkalari bor. Bundan tashqari imtiyozli avtokillarga ham chiqarib beramiz. Muammosi yo'q. Buning uchun pastdagi nomerlarga chiqinglar va bitta like bosib qo'yishni unutmanglar. Kelar Damas 3 ta ko'pchilik obzorini ko'rgan yo'q, men sizlarga Damas 4 ta obzorini qilib beraman hozir. Endi olib kelingda kamerani. Ichi shopir bilan 9 kishilik bo'ladi. B kategoriyada haydasiz bo'ladi. Bundan tashqari orqaga konditsionerlari deysizmi, pastaganiklar, zaryadchiklar, hamma qulayligi bor. Pollarni ham qarang, linolom qilib qo'yilgan. Masna mashina hali hech kim obzorini qilmagan. Orqasiga o'tadigan bo'lsa, orqasi bagaji ham juda katta qilib ishlangan. Bagajni ham qarang. Yana 2 kishi jiyani shetga siqib ketsa bo'laveradi. Metan ham propan ham ustonovka qilib. Motori bor-ku, hamma 1.5 deyapti. Motori 1.8 deb bo'ladi. Undan tashqari shopirning nimasini ko'ring. Keninglarini qarang, monitorlari deysizmi, konditsionerlari deysizmi, bular elektronika. Nima deyapti bu mashina? Albatta bu Damas 4 emas, Damas 3 ham emas, bu bilganlaringiz Jag M3. Hozirgi kunda O'zbekistonda minivellar bo'yicha eng zo'ri bo'lib turibdi. O'zini pulida stoyid hamda narxi o'ta arzon. Hozirgi kunda O'zbekiston bozorida yaxshi ketib sotilayotgan, sifatli, hamyonbop hamda o'zimizni shopirlar sinab, har xil ko'yga solib mini yurgan mashinalardan bittasi. 400 ming, 500 ming yurganlari bor. Rossiyagacha qatnashyapti. Rossiya qatnaydiganlar gruppasiga kirib, qaranglar, bir 70-80% mana shu jakda qatnayapti. Tomlariga bagajlar qo'yib olib, bemalol Rossiyagacha bosishyapti. Bu eng lyuks varianti, qatdan bilamizlar, diskalari 8 diskada bo'ladi. Va katta kolичествоda olib kelib qo'yganmiz. Ranglari bor, qora ranglari ham bor. Ulgumayapti, ichkarida mana stanoylari turibdi. Mashina juda serob narsa. Bu kichkina qiladi liniyamizga. Kattaroq deganlarga ham bunaqa kattasini ham olib kelib qo'yganmiz. Sprinterga o'xshaydigan Jak Sunray. Kuniga bir eng kam $100 topaveradi. Indamay. Telefon qilsangiz hisoblab ham beraveraman qanaqa topishini. Liniyada shopirlardan so'rasangiz ham o'zlari aytadi. Albatta ko'rib turgan bo'lsangiz, yozib keting shopirlar, qancha pul topyapsiz. Bu mashinamizni shu qisqacha obzorini qildik. Juda ko'pchilik biladi o'zi, obzorlarni ko'rgan. Albatta sizga mashina qiziq bo'lsa, pastki nomerga aloqaga chiqinglar. Naqdga ham, persinaga ham, rassrochkaga ham beramiz, hattoki bor-ku. 1 yillik rassrochkalari bor. Bundan tashqari imtiyozli avtokillarga ham chiqarib beramiz. Muammosi yo'q. Buning uchun pastdagi nomerlarga chiqinglar va bitta like bosib qo'yishni unutmanglar.